Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Sergeli Bobur mahallada bilsanglar zimniy basseyn qurib yotgandik. O'sha zimniy basseynimizni hozir zaniyasini ko'tarish jarayonidamiz. Beton ishlari pashti o'zi bitib qolish jarayonida turibdi. Hozir kirib ko'rib chiqamiz. Aytgancha. Mebelchilarimiz kelibdi. Birinchi mebelchilarni ham bir ko'raylik. Bu yoqda bu hovlining ichida remont ishlarini ham qilib berganmiz. O'sha uchun bu yoqda remont ishlarini qildik, bu yoqda zimniy basseyn quryapmiz. Mana akam kelibdi, mana akam kelibdi. Videoga qarshi emasmisiz? Hozir mebellarimiz ham o'zi oxirlashib qolgan. Keskin burilish qilamiz, birdan remontini vaqt ketaylik. Remontimiz ozgina chalasi bor hali. Tak, bu yog'imiz zal. Bu bitta hovlida ikki xil yo'nalishda ish ketyapti. Bittasi remont bo'lsa, bittasi zimniy basseyn qo'yamiz. Bu yoq kuxnya. Kuxnyamiz ham o'zi pashta bitgan holatda turibdi, faqat ustidagi toshni zakaz qilganmiz. Toshlarini olib kelgandan toshini qo'ysak, o'zi qolgan ishlari hammasi bo'lgan. Parda, jalyuzi hamma ishlarini qilib qo'ygan. Xo'p, endi zimniy basseynimiz qanaqa jarayonda ketyapti, bir ko'rib ketamiz. Ustakalarimiz o'zi zerikib, charchab kutib qoldi ozgina. Mana bu yoqda zimniy basseyn qurilyapti. Mana monolitlar ham bo'lib qolibdi o'zi. Mana shu joyimizda zimniy basseyn tushadi, 11 ga 4 metrlik. Bu monolit quyilgan joyimiz, bu tomonimizda zina bo'ladi. Podvalga tushib ketish joyi. Basseynni o'sha hamma santexnika apparatlari mana shu podval ichida bo'ladi. Bu tarafdan bitta sanuzul tushadi, bittasi esa barxona bo'ladi. Aka, assalomu alaykum. G'ish aka ertaga obedga kelayotgan. Bugun dam olib ekansizlar, g'ish bilan kran keladi ertaga obedga. Bo'ldi shu. Bizani kuzatib boraveringlar. Oxirida tugagandan keyin yana bitta video olamiz. Balki hali jarayonni ham olishimiz mumkin. Sog' bo'linglar.